Bu videoda biz internetda tarqalgan kameraga tushib qolgan eng qo'rqinchli top 5 ta videoni siz bilan birga ko'rib chiqamiz. Tayyormisiz? Qani boshladik. Xo'p, o'rtoqlar, bizda birinchi video ko'ramiz. Bu video qisqacha sizlarga tushuntirib ketaman. Los-Anjeles shahrida bo'lgan. Qizcha xonasida o'z o'yinchoqlarini o'ynab o'tirgan paytda kravatini tagidan ovoz chiqqan. U kameraga tushib qolgan. Bu real hayotdan olingan. Sizlar bilan birga ko'ramiz. Xo'p, o'yinchog'ini oldi. Diqqat bilan ko'ringlar. O'ynab o'tiribdi. Men bilan o'ynaysanmi deyapti. Ha, albatta deyapti. Qizcha xursand. Strelkani ko'rdinglarmi? E'tibor beringlar. Fonar yondi. Qizcha oqtaryapti. Men bo'lganimda sirasi qochib ketardim xonadan. Ochma. Bab ochasan. Ko'ramiz. Bo'ldi, chiqib ket, iltimos. Kerak emas. Tort kirib ketdi. Yopildi. Kim yordam beradi bu qizchaga? Onasini chaqiryapti. Ashillarni qaranglar. Onasi kirib keldi. Nima qilyapsan deyapti. Yugurib chiqqanini qaranglar. Shu ishning orqasida kimdir turibdimi? Chiqib ketdi. Haliyam ashilla. Yana boshlandi. O'rtoqlar, ko'rdilarmi? Men to'g'risi ko'rib turganimda realni qo'rqib ketdim. Sizcha qo'rqdingizmi? Ozgina bo'lsa ham kommentariyaga yozib qoldiring. Xo'p, o'rtoqlar, qaranglar. Bu videoni davomi ham bor. O'z onasi oddiy kamerada xonani kirib tekshirgan. Ko'rsataymi, ko'rsatmaymi? Nima deb o'ylaysizlar? Bilaman, hozir yo'q desam 60% odam meni so'kadi, yomon ko'rib qoladi. Men qolgan nimalarga o'xshab muncha like bo'lsa ko'rsataman demayman. Men sizlarga ko'rsataman, hoziroq ko'rsataman. Faqat bitta iltimosim bor. Hoziroq pauza qilasiz. Shuni like, podpiska bosib qo'yasiz. И kommentariy yozasiz. Va men sizga ko'rsataman shu videoni. Kelishligiga ishondim sizga. Xo'p, o'rtoqlar, birinchi videomizda davomi bemalol ko'rishlaring mumkin va yana bitta narsani eslatib o'tib ketay. Farzandlaringga xushyorroq bo'linglar, yolg'iz qoldirmang, iloji boricha. Biz boshladik. Ребенка. Они верят, что что-то заманило ее игрушкой и затащило под кровать. После этого мать закрыла на замок. Mabodo ruschani yaxshi bilmaydiganlarga tarjima qilib ketaman, nima deganini. Xo'p, bu videoda hozir aytayaptiki, ota-onasi o'zi alohida kirib tekshirib ko'ribdi. Nima bo'lganini, ularni o'ylashi bo'yicha farzandini nimadir o'ziga jalb qilgan, tortgan. Shu narsani aniqlash uchun video qilib internetga joylashgan. Ko'ramiz. Эту комнату, через несколько дней она сделала это. 2-3 kundan keyin mana shu videoni olibdi. Odamlar mendan so'rayapti, shu xonaga qaytib kirdilarmi, tekshirib ko'rdilarmi? Kravatda nima bo'lgan ekan deb odamlar so'rab kommentariy yozgan ekan. 2 kundan keyin shu xonaga kiryapti. Kamera bilan birgalikda. Men bu yanimda aka shuni 50% rasprodajaga uyni sotib olib ketib yorgan bo'lardim.
bo'pti. Ko'ramiz. Kravati kamerada umuman boshqacha tasavvur qildim xonasini. Mana shuni ichidan chiqqan. Juda ham qo'rqyapman hozir deyapti. Shu ochmasa nima bo'lar ekan, ha? Xo'p, hozircha hech narsa yo'q. Qorong'ulik. Hech narsa ko'ringani yo'q hozir. Shuncha g'alati bo'lib ketdi. Qoch. Она фиксирует это. Жуткий ребенок, лежащий под Agar mana shu кроватью. videoni Она boshiga продолжает qaytarsaling, через страх записывать eslangda это. bo'lsa, И силуэт o'ng tomonda ребенка chekkada начинает qo'g'irchoq двигаться. turadi. Его голова Shu слегка qo'g'irchoq kravat tagida поворачивается, paydo как bo'lib будто qoldi. знает, что его видят. В ужасе мать выбегает из комнаты в паническом безумии. Qimirlayapti bu. Естественно, силуэт ребенка через некоторое время исчез. Самый главный вопрос. Что это за жуткий ребенок скрывается под кроватью? И что затащило девочку под Erkakcha gap. Hozir men rol o'ynaganim yo'q, rostdan g'alati bo'lib ketdim. Bu joyigacha ko'rmadim men. Qimirlayapti. Odammikin u? скрывается под кроватью? И что затащило девочку под кровать? Что происходит, она... O'rtoqlar, men hozir nimadir deyishni to'g'risi bilmayapman, shokdaman. Men birinchi qo'g'irchoq deb o'yladim uni, lekin sekinlashtirgan videoda ko'rsatdi. Qimirlayapti. Realni qimirlayapti. O'zing boshqatdan bitta videoni orqaga qaytarib ko'ringlar. Boshida qo'g'irchoq bir chekkada turibdi, 2 kundan keyin kravat tagida paydo bo'lib qolyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Men to'g'risi ishondim bu videoga. Kommentariy yozib qoldiring. Siz ishondingizmi, yo'qmi? Men bitta o'qib chiqaman. Like va podpiska isdan chiqmasin. Biz keyingi videoga o'tamiz. Xo'p, o'rtoqlar, ko'ryapsizlar, harakat qilib har 2 kunda video chiqaryapmiz. Podдержка qilib hozir bitta like, bitta obuna bosib qo'ying. Hamda Telegram kanalimizga obuna bo'ling. U kanalimizda oldindan qanaqa video chiqishi, yangi video chiqishi bilan sira ссылка tashlanadi. Sizlar birinchi bo'lib o'sha videoni ko'rasiz. Podдержка qilib donat qilmoqchi bo'lganlar, описаниеda ссылка bor. Podдержка qilishingiz mumkin. Bu orqali yana ham sifatli kontent qilishga menga yordam bergan bo'lasizlar. Tez kunda Tashlandiq binoda yangi videomiz chiqadi. O'shanda ko'rishamiz. Bizda ikkinchi video ko'rishingiz mumkin. Bizda ikkinchi video. Bu ham kameraga chiqib qolgan. Yosh qizcha o'zini o'ynab o'tirgan videoga olib turganda mana shu holat yuz bergan. Ko'ramiz. Una rosita, igual que el cuchillo que mostré al principio. No sé si lo mostré al principio. Y este tenedor. Nimadir bo'ladi hozir? Se está cayendo todo. Perdón, se está cayendo todo. Dos cuchillos Qo'rqada bir gap bor, amarillos ko'ramiz. iguales. Pues las tacitas. Tengo esta tacita rosita y esta tacita Ko'rdilaringmi? como fucsia. Qizcha hozir bunchalik e'tibor bermadi. ¿Sí? Qo'li ko'tarildi. Men bu yerda bor, aka. Xo'p, o'rtoqlar, ikkinchi videomizga qanaqa baho berasizlar? Yozib ketinglar kommentariya. Men ishonmadim to'g'risi. Sizchi, ishondingizmi yo'qmi? Bitta o'qib chiqaman. Bizda keyingi video. Ketdi. Xo'p, o'rtoqlar, bizda 3-video ko'ramiz. Agar mana shu videoda 500 ta like, 500 ta obunachi kelsa, xuddi shunaqa tashlandiq joyda 24 soat yashab beraman. Siz podдержка qiling, men shu videoni chiqaraman tez kunda. Bitta like, bitta podpiska. Shunaqa zo'r kontent bo'ladi, shatda videosi. Xo'p. Tashlandiq uyda videoga olyapti, sekin-sekin har xil xonalarini kirib. Baland o'tib ketdi. I'm surprised this barn is still standing despite how old it is.
the hell is that? Nimadir meni kuzatyapti. Nima bu deyapti. So'kinyapti. Fuck. What the f is that? Yana bir marta so'kinyapti. Nimadir meni kuzatyapti. Nima bu deb emotsiya bildiryapti. O'zlaring ko'rishlaring mumkin. Men bo'lganmi, nayli ketib borardim aka. Seriozniy bor. Nima zaril ekan o'sha joylarda yurib. Крис был совершенно напуган. Где-то не слишком далеко от него слышны жуткие Xo'p, звуки. o'rtoqlar, Понятное дело, ko'rdilar, он hali начинает davom bor bu волноваться. videoni. Хотя не ясно, что Hozir. это было. Далеко от него слышны Bu жуткие звуки. shovqinlashtirilgan deyapti. Hozir Хотя не ясно, что... ikkinchi qismiga o'tadi. Кажется, Что более чем kim ko'ringan вероятно, bo'lsa, что o'shani эта ko'rasiz. стая койотов выла коллективно. Независимо от того, койот или нет, Bo'rilar внезапные turibdi, вопли, bo'ri. доносившиеся с темного поля, были опасны. Позже происходит еще Mana, хуже. ikkinchi qismiga Он keldik. резко остановился. Смотрите. Ovozni eshitdinglar. I keep hearing something. It sounds like it's following me. Meni nimadir kuzatyapti deyapti. O'rmonni ichiga kiryapti. Diqqat bilan ko'ringlar. Nimadir turibdi deya. Ko'zini ko'ringlar, ana ko'zi. Yo'qib qoldi ko'zi. Something's over there. Nima deb o'ylaysizlar? Nima bo'lishi mumkin? Похоже на пару светящихся глаз, появляется вдалеке. Ikkita yongan ko'z Кажется, оно смотрит на ko'rinyapti. Криса и прячется Bunga за qarab высокой turibdi травой. deyapti. Оно как будто готовится напасть. Yashinib olyapti. Крис сразу понял, что это Xo'p, o'rtoqlar, nima deb o'ylaysizlar? Men emotsiyamni ataylab bildirmayapman. Sababi sizlarning fikrlaringizni ham eshitmoqchiman. Yozinglar kommentariya, rostmi yolg'onmi? Men hamma videoda kommentariyalarni bitta-bitta o'qib chiqaman. Top 1, top 2, top 3 hammasini. Xo'p, o'rtoqlar, shu joygacha ko'rganlaringiz uchun kattakon rahmat sizlarga. Aytgancha, biz birga bo'ldik. Bu uchun sizlarga alohida rahmat. Ishonch uchun har bitta videoga obuna bo'lib, podpiska bosib turganlarga yuragimda sizlar, men sizlarni yaxshi ko'raman. Men va'da berganimdek, hali juda ham zo'r videolar hali oldinda. Men auditoriya ham qanchalik kattalashsa, bu ham moliyaviy tomonlama menga yaxshi, ham sizlarga yaxshi bo'ladi. Sababi men o'zim auditoriyam zo'r qilib olganimdan keyin men o'zim auditoriyamga yordam beraman, podдержка qilaman. O'zingiz guvohi bo'lasiz. O'rtoqlar, keyingi videolarda davomi tashlandiq binoda birgalikda qo'rqinchli videolarni ko'ramiz. 24 soat men o'sha binoda qolaman. Mana shu videoni siz tez kunda ko'rasiz. Bu uchun nima qilish kerak? Albatta, bitta like, bitta podpiska bosib qo'yish kerak. Uzr, hayajonlanib ketyapman mingta bo'lganimiz uchun. Men sizlarni yana bir bor aytaman, juda yaxshi ko'raman. Borlig'ingga shukr. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.